O'tgan videomizga, kechagi videoga mana shu dorini aytgandim sizlarga, o'sha cheven pashshalar o'ldiradigan dori. Kommentariyaga o'sha ko'pchilik nomini ko'ra olmadik, rasmini tashlab bering deb yozishgan ekan. Shuning uchun hammaga birato'la video qilib qo'ya qoldim. Mana shu dori. Mana bunisini o'sha xalq tiliga boboycha deb nomlashib olgan ekan. Endi xitoychaga nimadir deb yozilgan, endi bilmayman bu. Xitoycha yozuvligi uchun o'sha odamlar ham boboycha deb nom qo'ygan menimcha. Mana shu. Lekin mana bu. Ikkalasini o'sha bitta idishga qo'shib, mana bu yerga kecha taxlab qo'ygan. Bunaqa mana o'zi. 100% yo'qotadi deb ayta olmayman, lekin anchagina yo'qotib berar ekan. Ish qilib qo'yxonaga kelgan pashshalar hammasi mana shu doriga kelib, mana shu atrofga uchiradi. Uni iloji boricha o'sha shira suvga tayyorlaganimiz yaxshi ekan. Shakar suvmi yo novot suvmi yoki bir kolami, pepsimi qo'shib yuborsangiz ham bo'laveradi. Keyin ko'pchilik uyiga ham qo'ysa bo'ladimi deb so'rashibdi. Uyiga menimcha qo'yib bo'lmaydi, chunki hidi juda ham sassiq. Keyin o'sha Telegram, Instagram kanallarimizga ham obuna bo'lib qo'ying. Ko'pchilik o'zi like bosib o'tkazib yuborish ekan. Podpiskani ham bosib qo'ying. Qo'ldan kelguncha tajribadan o'tgan, bilganimizcha maslahatlar berib boramiz, xudo xolasa. Telegramga ham kanal ochganmiz, foydali chorva bozori degan kanal ochganmiz. Unga ham o'tib obuna bo'lib qo'ying. Birgalikda kanalni rivojlantiramiz, xudo xolasa. Telegram kanali asosiy maqsadi o'sha qo'y, mol, tovuq, echki, parranda, yem, xashak shunaqalar oldi-sotdisini yo'lga qo'ymoqchi biza. Kimgadir sotiladigan mol, qo'y nimadir bo'lsa, o'sha hayvoningizni videosini, ma'lumotlarini, telefon raqamini qoldirsangiz, xudo xolasa biz Telegram, Instagram, YouTube kanallarimizga birdaniga joylab beramiz. Mutlaqo bepulga, bemalol foydalanishingiz mumkin.